Assalomu alaykum hurmatli mutaxassislar. Xudo xohlasa 84-egizilga bag'ishlangan darsimizda g'oyibona ko'rishib turibmiz. Bugun insert bo'limini batamom tugatamiz va keyin yanada yangi bo'limlarni sizlar bilan birgalikda o'rgangan bo'lamiz. Demak, sezib turganlaringizdek, bugun Excel'dagi diagrammalar haqida gaplashamiz. Diagrammalar. Quyidagi joyda men o'zim uchun konspekt qilib olganman. Buni video izohida tashlab qo'yaman. Bemalol batafsil o'qib olishlaringiz mumkin. Asosan diagrammalar bu ma'lumotlarni ko'rinarli va tushunarli qilib ko'rsatish uchun ishlatiladi. Xo'p, bu yerda diagrammalarning ham turlari ko'p. Birinchisi ustunli diagrammalar. Bu asosan taqqoslash uchun juda qulay. Oylar bo'yicha savdo hajmi, masalan, misol. Xo'p, gorizontal ustun. Bu esa uzoq nomli ma'lumotlar uchun, ya'ni uzun nomli ma'lumotlar uchun juda qulay. Masalan, fanlar bo'yicha baholarni bilish. Keyingisi esa chiziqli diagrammalar. Bu vaqt bo'yicha o'zgarishni ko'rsatadigan ma'lumotlarda ishlatiladi. Misol uchun, yil davomida daromad o'sishi, kamayishi chiziqli diagramma yordamida ko'rish mumkin. Undan keyingisi esa doirali diagrammalar. Bu foizlarni ko'rsatishda ishlatiladi. Xarajatlarni taqsimotida. Misol uchun, bir oyda nimalarga qancha xarajat qildik. Va oxirgisi esa art deyiladi. Bu chiziqli diagrammaga o'xshash, lekin maydon bilan farq qiladi. Demak, hozir sizlar bilan kichkinagina bir jadvalni o'zim uchun tuzib olgan bo'ldim. Bu yerda esa yanvar, fevral, mart, aprel oylaridagi tushgan pullarni million so'mdagi baholari. Demak, hozir общий jadvalni tanlaymiz, insert bo'limiga o'tamiz va bu yerda mana bizga kolumn, xo'p, liniyali va pirog deydi buni, doirali diagrammalar mavjud. Undan tashqari mana bizda quyidagicha diagrammalar ham bor. Demak, men bu yerda hozir ustunli diagrammadan foydalanaman. 3D ko'rinishda ham qilish mumkin mana. Menga shunisi qulay. Va bu yerda endi yanvar oyida, fevral oyida, mart oyida, aprel oyida tushgan pullarning chizmalari. Biz buni quyidagi plyusga bosadigan bo'lsak, yana qo'shimcha parametrlar kelib chiqadi mana. Ko'rib turibsizlar. Bu yerdan mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, undan tashqari esa mana bu joyda biz diagrammamizni dizaynni ham o'zgartirsak bo'ladi. Mana diagrammamiz dizaynni ham o'zgartirsak bo'ladi. Va bu yerda esa filtrlasak bo'ladi. Yanvar oyida, mana fevral oyida, mart, mana filtr funksiyasini ham qo'shsak bo'ladi. Demak, bu bizni diagrammamizdagi qiymatlar bo'yicha, bu ismlari bo'yicha mana qator va ustunlarga mana bunaqangi holatda bo'lingan. Xo'p, endi diagramma haqida oz bo'lsa ham tushuncha paydo bo'ldi deb o'ylayman. Juda ham qiziqarli va juda ham muhim ma'lumotlardan biri. Ikkinchi sizlar bilan o'rganadigan ma'lumotimiz esa bu o'quvchilarning 4 ta chorakda olgan baholari bo'yicha biz kichkina diagrammalardan qanday foydalanamiz? Xuddi hozir shuni birgalikda o'rganib o'tgan bo'lamiz. Xo'p, demak, hozir men bu yerdagi ma'lumotlarni clear qilaman. Va insert bo'limidan. Xo'p, bizga quyidagicha holatda bizda speaker lines degan kichkina kattaklar uchun mo'ljallangan diagrammalar mavjud. Bu yerda konspektimizda ham keltirib o'tilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu kattak ichidagi joylashadigan mini diagramma hisoblanadi. Ular trendni, o'sish, pasayish, o'zgarishini tez ko'rish uchun ishlatiladi. Farqi alohida katta diagramma yoki katta kichik katta ichidagi kichik grafik hisoblanadi. Asosan 3 xil bo'ladi. Chiziqli, ustunli va win loss degan yutqizdi va yutdi degan diagrammalar bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, biz hozir jadvalni tanlaydigan bo'lsak va jadval tanlangandan so'ng yoki yachekani o'zini tanlagandan so'ng biz aynan mana kolumnga bosamiz. Bu yerda bizga quyidagicha oyna ochiladi. Xo'p, aynan B2 dan Y2 gacha, birinchi chorakdan 4-chorakgacha bo'lgan yacheykalarni tanlasin diapazonni va bu ma'lumotni qayerga chiqarsin. Lokatsiyamiz F2 bo'ladi.
Okey, mana. Ko'rganlaringizdek biz e, baholarni shunaqa holatda ko'rishimiz mumkin va bizga speaker line degan qo'shimcha bo'lim ochiladi. Bu yerdan ranglarni ham o'zimiz xohlagandek o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, va undan tashqari high point, low point, negative point, mana first, last degan narsalar bo'ladi. Last oxirgisi, first boshlanishi mana. O'rtasidagi rang bilan height mana o'sish, low, height tushish jarayonlarini diagrammalarda ham ko'rib qo'ysak bo'ladi. Asosan bu yerda line bilan ishlaydigan bo'lsak, line'da mana bunaqangi chiziqli holat paydo bo'ladi. Bu yerda esa low bilan height bosadigan bo'lsak, boshlang'ich va yuqori nuqtani ko'rishimiz mumkin. Mana. Markerga bosadigan bo'lsak, marker har bir nuqtadagi ma'lumotni bizga ko'rsatib beradi. Mana bu yerda hech qanaqangi o'sish bo'lmagan. Bu yerda 3 baho olgan, 4, 4 va 5 baho olgan. Mana bu yerda esa ranglarni nazorat qilamiz. Demak, azizlar, siz o'zingizni qo'lingizdagi o'quvchilarni baholarini grafik ko'rinishida mana shunaqangi holatda Excelda chiqarib, ularni Excel dasturida qanchalik o'zini o'qiyotgan, ya'ni bilim salohiyatini diagramma ko'rinishida tekshirib, nazorat qilib borish mumkin. Mana bu yerda mana tushib, ya'ni yuqoriga ko'tarilgan. Xo'p, bugungi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. O'ylaymanki, barchaga bugungi dars ma'qul va manzur bo'ldi. Albatta foydalanib ko'rasizlar degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.